Aziz UFC hamda Sardor Gangster o'rtasida yana kelishmovchilik yuz berdi. Sababi kecha kuni Aziz UFC o'z TikTok sahifasida shunday deb aytdi: "U insonni men kutdim, lekin u telefon ham qilmadi, xabar ham olmadi. Mayli, TikTok o'z yo'liga, auditoriya o'z yo'liga, lekin bir og'iz do'st bo'lib mendan xabar olib qo'ymadi", deb juda ham ranjiganini aytib o'tdi. Barchaga yaxshi kayfiyat tilab, ushbu videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni qoldirasiz do'stlar. Barchangizga omad yor bo'lsin. Nima deb o'ylaysizlar? Bir og'iz menga do'stim Sardor bir og'iz tug'ilgan kuning bilan demadi. Mayli, manetdagi aktiv, manetdagi auditoriya bir kun hammamizdan qoladi. Masjiddan qoladi hammasi. Men rosa kutdim u insonni. Joni sog' bo'lsin, omadini bersin. Omadini bersin. Rosa kutdim men. Rosa kutdim men bolalar. Mayli. Bizga boshqa narsa kerak emas. Qachonki Sardorni tug'ilgan kuni bo'lgan payt men birinchi bo'lib tabriklaganman. Meni tabriklamadi. Men juda xafa bo'ldim. Bitta urush to'palang o'zini yo'liga, do'stlik o'zini yo'liga. Akalarim, rahmat sizlar.